İslam din nimene dava qildi? Onunki qandaq ilmi faktları var. İslam dininin davatının reallıqqa uyğunmu? Yoki uyğun emasmi? Hozirgi dunyoning nur davriga qadam qo'ygan bugungi kundagi insonlar saviyasi bilan bu to'g'ri kelamdi, yo ilk u keyinda qoldimi, yo yeni shu o'zininki ustiligini saqlab kelayotamdi degan mazmunda 4 narsani davr qilib, asossiz 4 narsani davr qilib biz asosiy hozir dinning İslam dinning turan qismi to'xtalmay biz ening usul, ening yildiz, ya'ni ening e'tiqodiy qismida azroq to'xtalg'imiz kelyapti endi. Bu 4 narsa biri ilah, yana biri nubuvvat, ikkinchisi, uchinchisi kitob, to'rtinchi dunyoning arq ko'rinishini iborat. Bu shu 4 narsani islom din, bu 4 narsani da'vo qiladi. Buning hammasini yetarli pokitdan munozir talab qilmaydigan pokitdan isbotlab chiqaradi.